Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Shukr va uning turlari. 879-savol. Shukrning ma'nosi nima? U qanday ado qilinadi? Javob. Arab tilidagi ash-shakur so'zining ma'nosi rahmat etish, minnatdorlik bildirish va tashakkur etish deganlik bo'lib, islom istilohida yaxshilik qilganning yaxshiligini e'tirof qilish va uning o'xshishini qaytarish, ne'mat berguvchiga minnatdorlik bildirib, uni til, dil va amalda ifodalash deganlikdir. Shukr iymonning yerimi bo'lib, yana bir yerimi savrchanlik. Iymon bu ikkisi bilan takomillashadi. Bu sababdan shukr eng yuqori martabalik ibodat sanaladi. İmam İbn Rajab shukr til, dil va ish-harakat bilan ado qilinadi degan. Birinchi, til bilan ado qilinadigan ne'mat berguvchilarning ne'matlarini va ato ihsonlarini til orqali so'zlash ham sanash bilan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Rabbingning ne'matini so'zlab bergan degan. Sura Duhoning oxirgi oyati. Ya'ni Alloh taolo sana ato qilgan ne'matlarni boshqalarga keng so'zlagan va minnatdorligini so'zda va amalda ko'rsatgan deb ta'lim bergan. Payg'ambar alayhissalom bu ma'noni texmi izohlab tushuntirib, o'ziga ato qilingan ne'matni kishilarga so'zlab shukr qilganlik, uni yo'shirish tuzkorlik qilganlikdir degan Imom Ahmad rivoyat. Ikkinchi, dil bilan ado qilinadigan shukr ne'mat berguvchining ne'matlarini va ato ihsonlarini e'tirof qilish, yurakdan uningga minnatdor bo'lish va uni suyish bilan ifodalanadi. Tabiiyki, birovning yaxshiligini e'tirof qilgan, uni yurkidan suygan va uningga qarta o'zining tashakkur burchi borligini his qilgan odam uni rozi qilish va mamnun qilish yo'lida qo'lidan kelganini aymaydi. Uning nafratiga uchrab qilishdan nazar qiladi. Insonlar o'tirisidagi ishlar bundoq bo'lgan yerda tamomiy ne'matlarning va cheksiz ato ihsonning yagona egasi bo'lgan Alloh taologa bo'lgan tashakkur burchimizni qanday ado qilishimiz kerak? Alloh taolo bizga ato qilgan sonsiz ne'matlari va cheksiz ato ihsonlari badaliga bizdan ko'p narsa so'ramaydi. Faqat din va dunyolik har qanday bir ishni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha qilish va har ishda uning roziligini oldingi o'rinda qo'yib, qaytirqinib qilishni so'raydi. Buningga bexillik qilamizmi endi? 3. Sharkat bilan ado qilinadigan shukr ne'mat berguvchining ne'matlarini va ato ihsonlarini gunoh ma'siyatlarga, Alloh taologa osiylik bo'ladigan ishlarga, shundaqla har qanday bir yomon ishga sarf qilmasdan, faqat Alloh taoloning amr farmonlarini o'rindashga va yaxshilik yo'llariga sarf qilish bilan bo'ladi. Masalan, tan saqliqdan iborat bu katta ne'matni olaylik, uni o'yin tomosha va harom ko'ngil etishlarga ishiltib tugatmasdan Alloh taologa ibodat qilish, üstimizdeki farz, vaciblarni o'rindash va insoniyat uchun foydali bo'lgan ishlarni qilish bilan o'tkazish bu ne'matlarni ato qiluvchilarga shukr ado qilganlik bo'ladi. Aksicha qilish ne'mat berguvchiga tuzkorlik qilganlik bo'ladi. Ne'matga shukr qilish uni ko'paytiradi. 880-savol. Ne'matga shukr qilish rostdan uni ko'paytamdi? Javob. Ne'mat berguvchining ne'matini e'tirof qilib, uningga shukr ado qilish albatta ne'matning texmi ziyoda va davomli berilishiga, shundaqla barakat bilan ko'payishiga turtki bo'ladigan bir ibodatdir. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda ne'matga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar tuzkorlik qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi, deb ta'lim bergan. Sura Ibrohim 7-oyat. Demak, Alloh taolo shukr qiluvchilarga texmi ko'p beradi. Ammo o'z kuchim bilan ishlab topdim-g'o deb qorunchi mag'rurlanuvchilarni eng ibratli jazolar bilan jazolaydi. Pul-molning shukrisi uni isrof qilmasdan, foydasiz ishlarga buzib chashmasdan qo'llanish, uning zakatini to'liq berish va Alloh taolo rozi bo'ladigan va savob bo'ladigan ishlarga, shundaqla yaxshilik yo'llariga sarf qilish bilan bo'ladi. Buningdan ma'lumki, Alloh taologa shukr qilish, shukr Xudoyim deb og'zaki shukr etish bilan ado topmaydi. Balki bu shukrni amalda qilib ko'rsatish talab qilinadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey mu'minlar, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Tuzkorlik qiluvchilar rostilla haqsizlik qiluvchilardir." deyish orqali bizni shukrning iqtisoddagi ma'nosiga boshlamoqda. Sura Baqara 254-oyat.
Bu turdagi shukr yo'qsillarga va har qanday hojat egasiga ataqanlarni berish bilan ado topadi. Ilm ma'rifatning shukrisi bilganlarga to'liq amal qilish, uni insonlarga o'rgatish, ularning bilmaganlarini bildirish bilan ado qilinadi. Alloh taolo bilgan bilimiga amal qilmaydiganlarni so'kib mundoq degan: "Ey mu'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir." Sura Saf 2-3 oyatlar. Pul molning zakati shu pul moldan ma'lum miqdorni yo'qsillarga berish bilan ado topganidek, ilmning zakati bilganlarni boshqalarga o'rgatish va bildirish bilan ado topadi. Allohning ne'matlari shukrni lozim qiladi. Ulug' islom mutafakkiri marhum ustoz Muhammad G'azzali turmushingizni yangilang nomli asrida mundoq deb yozgan: Allohning ne'matlari har bir nafasda, tomirlardagi qonni ittirgan har bir harakatda bizni qurshab turadi. Ammo biz bu katta ne'matlarni ko'pincha his qilolmaymiz va bu ne'matning egasi bo'lgan Allohni loyiqda qadrlayolmaymiz. Biz barliq ehtiyojlarimizni o'zligidan tayyorlangan holda qabul qilamiz. Biz qilmoqchi bo'lganni shundaqla ko'nglimizga keltirish bilanla bu ish o'zligidan amalga oshadi. Masalan, o'ltirib qo'pish, yurish turish va kazalarga o'xshagan ixtiyoriy harakatlarimiz ba'zi ne'matlarni cheklik sharoitlarda va ko'ngillik muhitlarda his qila olamiz. Masalan, o'ltirib qo'pish, yurish turish va kazalarga o'xshagan ixtiyoriy harakatlarimiz ba'zi ne'matlarni cheklik sharoitlarda va ko'ngillik muhitda his qila olamiz. Ammo buni his qilganlarmi intayin oz. Bu bizning Allohdan yiroqligimiz va uning ne'matlariga qarta xato tushunchada bo'lganligimizning sababidan edi. Alloh sizlarga zaminni turalg'u, osmonni bino qildi. Sizlarni suratga kirgizdi. Suratinglarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Olamlarning parvardigori bo'lgan Allohning barakati buyukdir. Sura G'ofir 64-oyat. Mushu bayonlardan keyin biz Allohning haqiqatini ado qila oladikmi? Ma'lumki, yaxshilik qilganga minnatdorlik bildirish insoniy burchdir. Dunyoda nurg'un kishilar Allohning ne'matlaridan foydalanib turib, ne'mat egasiga shukr qilishni bilmaydi. Go'yo ular bu ne'matlarni o'zining tatib olingan haqqini qaytarib olgandek yoki bu ne'matlar faqat o'ziga xosda qabul qiladi. Bundaqlar boshqalarni o'ziga hargizmi tan qilolmaydi. Bundaq tuzko'rcha tushuncha va tafakkurdan hargizmi shukrning g'unchilari unmaydi. Bundaqlardan shukrlarni kutgili bo'lmaydi. Bu sababdan siz ba'zi kishilarga yaxshilik qo'lingizni sungan va uningga yaxshilik qilgan uchun ko'p jafo tortgan bo'lsangizmi, ularning sizga bo'lgan pozitsiyasi nachar, muomalasi sovuq va rahmat so'zi yo'q bo'ladi. Kishilarning bu xil muomalasi sizni nafratlantiramdi? Halbuki undaqlar buningdan burun sizning va ularning yegona parvardigori bo'lgan Allohga shundoq muomala bo'lgan emasmi? Alloh Qur'on Karimda bandalarimdan shukr qilguvchilar bak oz degan emasmi? Sura Saba 13-oyat. Doil Karnik bizga kishilar orasida keng tarqalgan tuzkorlik masalasi to'g'riliq bundaq bir qancha misolni keltirdi. Siz birovning hayotini halokatdan qutuldirgan bo'lsangiz, uningdan shu qilganingiz badaliga rahmat so'zi kutamsiz, balki shunday qilishingiz mumkin. Lekin Samoil Loyibdiz avval advokat, keyinchi sudchi bo'lib ishlash jarayonida 78 kishini tok o'rindig'ida o'ltirg'izib, ijro qilingan ma'lum jazodan qutuldirib qolgan bo'lsa-mu, qutulganlardan birasimi uningga rahmat etmagan. İsa alayhissalom palaj kesiliga giribdor bo'lgan 10 odamni bir kunda saqaytgan bo'lsa-mu, ulardan qancha kishi Isoga rahmat etdi deysiz? Oralli bir odam. Ammo boshqalar shuncha arzon rahmat so'zni aytmasdan qaytib ketishgan edi. Charles Schwab ma'mundaq bir qissani so'zlab bergan edi. U bir qatim embargoga uchirgan bir bankchini turma jazosidan qutuldirib qolgan. Lekin bankchi uningga rahmat etdimi? Ha. Bir kuni uning rahmat so'zini nihoyatda qiyin deyaladi. Ondan uni orqasidan tillashga boshladi. Doil Karnik go'yo Allohning inson haqiqatan parvardigorining ne'matlarini shaksiz inkor qiluvchidir. Sura Adiyat 6-oyat. degan so'zni sharhlagandek mundoq degan. Tuzkorlik shundoq bir tabiiy narsa bo'lib, u yerga ungan o't cho'plarga o'xshash, birov uni terimasdan o'zligidan unib chiqadigan narsa. Ammo shukr faqat uni yaxshi parvish qilish bilanla unib chiqadigan xushpuroq gulga o'xshaydi. Inson tabiati yanada shu azaldagi tuzkorlik tabiati bo'lib, u manguga o'zgarmaydi. Ahvol bundoq ekan, uni shu bo'yicha qabul qilishimiz kerak. Nima uchun yaxshilikqa minnatdorlik bo'lishning yo'qolganligi va tuzkorlikning umumlashganligiga hasratlanamiz? Kishilarning yaxshilikqa minnatdorlik bildirish burchini unutishi
tabiiy ahvol emasmi? Agar biz qilgan har bir yaxshiligimiz uchun kishilarning minnatdorlik bildirishini kutadigan bo'lsak, o'zimizga nurg'ulg'an qiyinchiliklarni keltirgan bo'lamiz. Bu so'z ozroq ochiqlanishga muhtoj. Yaxshilikqa tuzkorlik, vafoga jafo qilish yomon xuluqdir. Kishilar bundoq yomon xuluqdan qutulishi lozim. Ularga yaxshilikqa minnatdorlik bildirishni, erishgan ehsonlarni qadrlashni o'rgatish kerak. Islom dini yaxshilikqa yaxshilik qaytarishga buyuradi. Islom dini kishilarni ne'mat berguvchiga minnatdorlik bildirish va yaxshilik qilganlarning mukofotini qaysi yo'l bilan bo'lsin ado qilishga, agar boshqalar tarafidan erishgan yaxshilik badaliga ularga berishga moddiy mukofot topolmasak, tilimiz bilan rahmat aytishga kifoyalanib, uning to'liq mukofotini Alloh taolaning berishiga topshirish bilan ko'nglimizni rohatlantirishimizga chaqirdi. Payg'ambar alayhissalom undaq degan: "Sizlarga yaxshilik qilgan kishiga mukofotini beringlar. Agar uning mukofotini berishdan ojiz kelsanglar, ne'matga shukr qilganliklaringlarni ifodalash yuzasidan uning haqida Allohga duo qilinglar. Alloh haqiqatan shukrni qabul qiluvchi va shukr qiluvchilarni yoqtiruvchidir." Tabroniy rivoyat. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: "Birov tarafidan ato ehsonga erishgan kishi uning badaliga loyiq narsa topa olsa mukofotini ado qilsin. Agar topolmasa, uningga minnatdorligini bildirsin. Haqiqatan ne'matga minnatdorlik bildirgan odam shukr qilgan va uni yo'shirgan odam ne'matga kufrlik qilgan bo'ladi." Tirmiziy rivoyat. O yana mundaq degan: "Kishilardan kelgan yaxshilikqa minnatdorlik bildirishni bilmaydigan odam Allohga shukr qilishni bilmaydigan odamdir." Imom Ahmad rivoyat. Yana bir hadisda ozga shukr qilmaydigan odam ko'pga shukr qilmaydi. Kishilarga rahmat etishni bilmagan odam Allohga shukr qilmaydi. Imom Ahmad rivoyat. Xayr ehsondimmi niyatning durust bo'lishi shart. 881-savol. Birovga xayr ehson qilishdimi niyat shartmi? Javob. Xayr ehsondimi albatta niyatning durust va to'g'ri bo'lishi shart qilinadi. Chunki niyat har qanday bir amal ibodatda talab qilinadi. Marhum ustoz Muhammad G'azzali mazkur asrda yana mundaq deb yozgan: "Islom dini minnatdorlik burchining zarurligini va ne'matga tuzkorlik qiluvchilarning razilligini so'kish bilan birga xayr ehson egalaridan amallarini Alloh roziligi uchun xolis qilishlarini talab qiladi. Chunki ne'matda shaklvozlik qilish amalni yo'q chiqaradi. Taqdirlashga sazovor bo'ladigan yaxshilik birovning rahmat etishi yoki minnatdorlik bildirishni ko'zlamasdan faqat xolis Alloh roziligini ko'zlab qilingan yaxshilikdir. Islom dini amallarni ixlos bilan qilishga buyurishda ko'ngillarni dunyolik manfaatlarga cho'qinishning qulliqidan ozod qilish orqali uni mutlaq kamolat egasi bo'lgan Allohga yuzlantirishni maqsad qilgan. Mundaq ko'ngil har qanday bir yaxshilikni kishilarning maqtishiga erishish yoki obro'yga ega bo'lish tamasidan qat'iy nazar ichidan kelgan tabiiy qiziqarlik, haqiqiy samimiyat va sof niyat bilan qiladi. Mana bundaq oliyjanoblik haqiqiy ehsonning turtkusidir. Mana bu har qanday go'zal axloqning ulgusidir. Alloh xolis o'zi uchun qilganlarni qabul qiladi. Islom dinining qalblarni pok tutish va ixlosli bo'lishga chaqirishi, shundaqla har ishda Alloh roziligini ko'zlash, amallarni riyo, nifoq va har qanday bir dunyoviy g'arazlardan xoli holda sof qilishni shart qilishimi ajablanarlik emas. Payg'ambar alayhissalom hadis qudusida mundaq degan: "Alloh mundaq dedi: Men eng yaxshi hamrohman. Kimki menga birovni sherik qilib oladi ekan, u shu sherikiga mansub bo'ladi. Ey insonlar, amalinglarni Alloh uchun xolis qilinglar. Haqiqatan Alloh ixlos bilan qilgan amallarni qabul qiladi. Sizlar hargiz bu Alloh va sil-rahim uchundir demanglar. Bu vaqtda u sil-rahim uchunli bo'lib qoladi. Undaqda Alloh uchun qilingan hech narsa yo'q. Sizlar bu Alloh va sizlarning xotiranglar uchundir demanglar. Bu vaqtda u faqat shu xotirs qilingan insonlar uchun bo'lib qoladi. Onunda Alloh uchun hech narsa yo'q." Imom Bayhaqi rivoyat. Bu hadis to'limi to'g'ri aytilgan. Chunki siz bir ishni Alloh uchun va palonining xotirasi yuzasidan qilaman deganingizda, siz umuman mazkur palonining xotirasini ko'zlagan bo'lasiz. Buningda Alloh uchun nasibi yo'q. Agar uningda Alloh uchun nasibi bo'lgan taqdirdami, Alloh uni qabul qilmaydi. Chunki Alloh o'zi uchun xolis qilingan amallarni qabul qiladi emasmi? Ahvol bunday ekan, biz butun ish faoliyatlarimizda niyatimizni va amallarimizni kishilarning maqtishi, minnatdorlik bildirishi va rahmat etishini kutmasdan o'zimizni ko'rsatish, obro'y qozonish va boshqa dunyolik manfaatlarni ko'zlamasdan faqat Alloh uchun xolis qilishimiz kerak.
Mərhum Ustoz Muhammad G'azzalining Turmushingizni Yengilang nomli asridan. Savrchanlik va uning ahamiyati. 882 savol. Sabrning ma'nosi nima? Javob. Sabr ko'ngil havoyi havasni va gunoh ishlarni qilishdan ishtaha qilib tursimi, aqlning va shariatning nidosiga quloq selib, Allohning roziligini umid qilib, bundaq ishlardan o'zini tortish, azor, kulfatlarga, o'ng'ishsizliklarga, kasalliklarga, namratlikqa, musibatlarga va baloyi ofatlarga chidashlik berib, o'zini yo'qotmaslik deganlikdir. Sabrning mukofoti cho'ngdir. Qur'oni Karimdagi sabr qilguvchilarga albatta ularning qilgan amallaridan yaxshiroq savob beramiz degan oyat buning misolidir. Sura Nahl 16-oyat. 883-savol. Sabrchanlikning qanday foydasi bor? Javob. Haqiqiy sabr insonni gunoh ma'siyatlardan to'sidi va u ishlarni qilmaslikka undaydi. Haqiqiy sabr va chidamga ega bo'lgan odam hayotida uchirgan cho'ng sinoqlar oldida titit bo'lmaydi. Gangrab qolmaydi, taqdirdan og'rinmaydi. Aksicha uni Allohning sinoqi deb tushunib, qiyinchilikni yengish va sinoqdan o'tish uchun kuch sarf qiladi. Sabr ko'plagan kishilar tushungandek, nohaqchilikka, zulmga va yomonlikqa ko'z yumib jim turish deganlik emas. Aksicha yomonlikni qaytarish, zulmni yo'q qilish va haqqoniylikni joriy qildirish uchun armay-talmay ishlash va bu yo'lda chidamli bo'lish sabrning javharidir. 884-savol. Sabrchanlikning qanday sehri kuchi bor? Javob. Odatda o'zi qiziqib ketmaydigan foydali ishlarni qilish, qiziqqan nafsoniyatchilikdan o'zini tortish faqat sabrchanlik bilan amalga oshadi. Chunki irodali kishilar ulug'vor g'oyani amalga oshirish yo'lida nafsining vaqtlik istaklarini sabrchanlikning soyasida qayrib qo'ya oladi va yo'liga davom qiladi. O'rikni pishishdan burun qiqiyotgan bog'van mo'l usuldan mahrum qoladi. Shunga sabr qilsang, g'o'rdan holva bitadi degan hikmat bor. Inson o'zini sabr bilan qurollantirib, qiyinchiliklar oldida tamtirab qolmaydigan, manzil yiroq bo'lsa-mu umidsizlanmaydigan, mas'uliyatchanlik qanchalik og'ir bo'lsa-mu ustiga elishdan qo'rqmaydigan, irodalik, farosatlik, qiyinchilikdan keyin hamon o'ng'aylikning, qorong'ulikdan keyin yorug'likning bo'ladiganligiga ishonadigan umidvorlik, yiroqni ko'rar, tadbirlik bo'lish lozim. 885-savol. Sabrchanlik bilan go'zal axloqning munosabati nima? Javob. Sabr qilish va chidamliq bo'lish har qanday bir odamda bo'lishga tegishli esil axloq va oliyjanob fazilatlarning biri. Sabr bilan chidam inson o'zining ro'yi va nafsi xohishi bilan kurash qilish orqali erishadigan go'zal axloq bo'lib, bir hadisda hech kimga sabrchandan yaxshiroq sovg'a berilgani yo'q. Usuli xamsada rivoyat qilingan. Chunki sabrchanlik bilan chidam insonning pishbitilganligining alomatidir. 886-savol. Sabrning qanday cho'ng ahamiyati bor? Javob. Inson real turmushda taqdirning nurg'un sinoqlarga uchraydi. İnsan real turmuşda taqdirning nurg'un sinoqlarga uchraydi. Ba'zilari u o'ng'ishsizliklarga vaysab taqdirdan va zamondan og'rinadi. Sinoqlar oldida tamtiraydi. Buni hargizmi Alloh tarafidan kelgan sinoq deb qaramaydi. Natijada shu sinoqlardan o'tolmay bir umr qaymoqadi. Ba'zilar bo'lsa sinoq va kulfatlarga duch kelgan vaqtida bu sinoq va kulfatlarni yengish uchun barliq sabablarni va tirishchiliklarni ko'zitish bilan birga Allohni aslaydi. Onundan yordam so'raydi. Natijada Allah uning mushkulotlarini osonlashtirib, sinoqlardan o'tishga yordam qiladi hamda uning sabr qilganligiga va chidamliq bo'lganligiga katta ajr va savob beradi. Bu vaqt Qur'on Karimda faqat sabr qiluvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Sura Zumar 10-oyat. Chidamliq bo'lish turmushga odil qaraydigan kishilarning shuari. Pishib yetilgan kishilarning turmush mezoni bo'lib, sabr bilan bir o'rinda turadi. Lekin uni amalga oshirish, sabrni amalga oshirishdan qiyin. Shunga chidamliq bo'lish uchun sabrchan bo'lish kerak. 887-savol. Nohaqchilikka sukut qilish sabrchanlikqa yotamda? Javob. Nurg'un kishilar Alloh taologa savob va ko'p ajr berishni va'da qilgan sabrchanlikni to'g'ri tushunmasdan, zulmga, nohaqchilikka va ezilishga rozi bo'lib qarab turish qatorliqlarni sabrdan sanaydi. Bu intayin xato tushuncha bo'lib, Alloh taolo bunda qiluvchilarni yomon ko'rdi. Qur'on Karimdagi o'zlari manglachi turug'liq, o'limdan qo'rqib, yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Alloh ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Alloh ularni tirildirdi.
Allah insonlarga haqiqatan marhamatlidir va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. Degan oyatda qissasi bayon qilingan insonlarmi zulmga rozi bo'lib, uningga qarshi chiqishni tark etganligi uchun Alloh taolaning g'azabiga uchirganlar edi. Sura Baqara 243-oyat. Ma'naviy boylik haqiqiy baxt saodatdir. Baxtga erishish hamma odamning orzusi. Mayli sodda fikrlik odatdagi kishilar bo'lsin yoki yetishgan mutafakkur olim bo'lsin, hamon baxtga erishishni xohlaydi. Shohlar o'zlarining hashamatli o'rnlarida baxt uchun oxursa, gadoylar g'ayribona kulbalarda baxt izlab chot so'qidi va angni shirin tushlarni ko'rdi. Kesib etish kerakki, ma'naviyati sog'lom, aql o'shi joyida bo'lgan har qanday odam o'ziga jafo mushaqqat izlamaydi. O'z baxtsizligiga rozi bo'lmaydi. Biroq u urib, bu chot so'qib izlayotgan, intilayotgan baxt zodi qayerda? Haqiqiy baxt zodi nimada? Baxtning o'lchami bormi? Tarixda talaylagan kishilar baxt izlab yashadi. Uning uchun to'xtovsiz kurash qilib keldi. Biroq haqiqiy baxtning nima ekanligini bilmagan nurg'un kishilar baxt aslan mavjud bo'lmagan joylardan baxt izlab, xuddi bayavondan go'har izlagan kishidek alsirgan, salpaygan holda quruq qo'l qaytishdi. Darvaqa kishilar uzoq asrlardan buyon moddiy maishatga cho'kkan siri, nafsi xohishlarga berilgan siri, yangi krizislarga petib qilishdan boshqa hech qanday natijaga erisha olmadi. Ondaqda baxt zodi nada? U nimada? Jismoniy ichirqob, tanni zaiflashtirib, insonni normal jismoniy mashg'ulot imkoniyatidan mahrum qilsa, ma'naviy ichirqash insonni sog'lom tafakkur qilishdan mahrum qiladi. Bu mahrumlik har bir inson uchun bir fojiadir. Fojia bo'lgandimi har qanday bir fojiani besib tushadigan o'z ichidan tugishish fojiasidir. 888-savol. Baxt saodat bola chaqadimi? Javob. Bolalar hayotlikdagi go'arlar. Xuddi ajdodlar bolaliq uy bozor, bolasiz uy mozor degandek, bolalarsiz turmushda saodatni tasavvur qilish qiyin. Biroq buninglik bilan baxt saodat bolalarda deyolmaymiz. Chunki reallikda ko'ryapmizki, ota-onasiga vafodorlik bilan haqliq yo'sinda muomala qilishning o'rniga ularni tuzkorlarcha qaqshatgan bolalar oz emas. Bolalar biz uchun Alloh taolodan berilgan ne'mat bo'g'inidek bir turlik sinoqdir. Sinoqlardan hamma odam o'tib chiqolmaydi. Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir. Sura Anfal 28-oyat. 889-savol. Baxt saodat fan texnikadimi? Javob. Bizga yiroqni yaqin, qiyinni o'ng'ay qilib berib turmushimizga hisobsiz qulayliklarni baxsh etgan fan texnikami bizni baxtli qilishga qodir emas. Angliyaning hozirgi zamon faylasufi Russell insonlar tabiat bilan elib borgan kurashda fan texnikaga tayinib g'alaba qildi. Biroq o'z bilan bo'lgan kurashda g'alaba qilolmadi. Bu kurashda fan texnika asqatmadi deb yozdi. Turmush saviyasi favqulodda yuqori ko'tarilgan, moddiy turmush vositalari qulay bo'lgan, yemak-ichmak g'am andisi bo'lmagan, turalg'i uylari, qatnash vositalari, hatto yezi egligiga qadar yuksak darajada mashinalashgan, zamonaviylashgan, umuman bayashatlikqa to'lgan, taraqqi topgan ellarga qaraydigan bo'lsak, shu al-fuqarolardan nurg'unlari har vaqt turmushining ma'nisizligi, qalb ozodligidan mahrum ekanliklaridan qaqshaydi. Baxtli bo'lish uchun boshqa yo'llarni izlab yuradi. Lekin yanıla o'zlari bezorlik his qilayotgan buruqtirma, bir xil qilibdagi turmushdan qutulolmaydi. Chunki inson tan va ruhdan butilgan yaralma. U fiziologik jihatdan oshnoga muhtoj bo'lgandek, ruhiy jihatdan ma'naviy oziqqa muhtoj bo'ladi. 890-savol. Baxt saodat mol dunyodami? Javob. Nurg'un insonlar moddiy ehtiyojini oldingi o'ringa qo'yib olib, moddiy yuksaklikning yuqori pallasiga intiladi. Ular o'zlari orzu qilgan shu moddiy farog'atlarda bir qism narsalarga erishganda qilgan bilan yana bir qism qimmatli narsalardan mahrum qilayotganligini asta-asta his qilishmoqda. Demak, mol dunyoning ko'p bo'lishi, qo'rsoqning to'q, kiyimning butun bo'lishi baxtdan derak bermaydi. Bu baxtning amalga oshish yo'lidagi asosli omil emas. Aksicha mol dunyoning ko'p bo'lishi bir muncha kishilarda to'la chog'larda g'am qayg'ularning ko'p bo'lishiga sabab bo'lib, oxiratda emas, dunyodami bu kishiga nisbatan bir ofat bo'lib qolishi mumkin. 891-savol. Undaqda baxt saodat nada? Javob. Baxt saodat dal o'zimizda. Uni qandoq ichish va qandoq his qilish
faqat bizga bog'liq ish. Chunki baxt saodat degan ma'naviylikqa taalluq hukm. Shunga uni ko'z bilan ko'rib, tarozi bilan tortib o'lchiga olmaydi. Uni boylik konlardan yoki o'rda xazinlardan topqilib olmaydi. Uni pulga setib og'ili texmi bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda haqiqiy boylik moddiy boylik emas, balki ko'ngilning boyligidir deb ko'rsatgan. İmam Buxoriy rivoyat. Baxt shundoq narsaki, inson uni turmushining hamma taraflarida his qilib, tangdossiz lazzatga noil bo'la oladi. U qalbning aromi, vijdonning rohati, ko'ngilning ro'shanligidir. Onunğa erişken kişinin yürükining eng cho'nqir qatlamlaridan tirniqining uchilarigacha ozodlik bo'ladi. Vaqt inson qalbidan o'qchib chiqadiki, u sirtdan import qilinmaydi. Uni Allohdan boshqa hech kim ato qilolmaydi. Haqiqiy baxtga erishgan kishilar boshlariga har qanday baloyi qazo, deshvorchilik kelsimi pisand qilmaydi. Turmush ularni mushaqqatlari bilan kutib olsa-mu, ular hayotga mardona holda kulimsiraydi. Adablik bo'lish go'zal axloqdir. 892 savol. Gap so'zdagi axloq o'lchami nima? Javob. Til insonlarning o'zaro aloqalashish, fikr, ideya, hissiyot almashtirish quroli. Bir shaxsning so'zlash san'ati shu shaxsning bilimi, iqtidori, axloq fazilati, madaniyat saviyasini ifodalab beradi. So'zlash mahorati dunyodagi har qanday bir hunar san'atning oldida turadigan alohida bir mahorat. İslam dini tildan iborat bu Qur'onni qandoq joylarga ishiltish va uni tizginlashni o'rgatgan. Qur'on Karimning ularning yo'shirin so'kbitining to'lisida yaxshilik yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga buyurilgan kishilarning yo'shirin so'kbiti buningdan mustasno. Sura Nisa 114-oyat. Yaxshi so'z qilish va tilni hamisha shundoq yaxshi so'zlarga odatlantirish musulmonning axloqidan bir parchadir. Chunki ko'ngildagi o'y fikrni til bilan chiroyli ravishda ifodalab berish esil axloqdan sanaladi. 893-savol. Yaxshi so'z qilishmi ibodatmi? Javob. Kishilarga siliq va yaxshi so'z qilishda albatta ibodatning savobi bor. Alloh taolo o'z vaqtida Isroil avlodidan olgan ahdidimi chiroyli so'z qilishni shart qilgan. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqasiga ibodat qilmaslikka, ota-onaga, urug' tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'qishga, zakot berishga ahd oldik. Sura Baqar 83-oyat. Bu oyatda kishilarga chiroyli so'z qilish namoz bilan zakotning oldida kelgan. Buningdan yaxshi va chiroyli so'zning savob jihati namoz va zakotning savobidan yuqori ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Chunki chiroyli so'zdan umumiy xalq manfaatlanadi. Ammo ibodatdan shu ibodatni qilgan odamlar manfaatlanadi. Shaksizki, umumga foydali bo'lgan amal shaxsning o'ziga foydali bo'lgan amaldan afzaldir. 894-savol. Siliq va adabli so'z qilishning qanday foydasi bor? Javob. Siliq va adabli so'zlash kishilarning muhabbatini va ixlosini qozonishning yo'li. Qur'oni Karim payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomni maqtab, Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ir qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketgan bo'ladi degan. Sura Al-Imron 159-oyat. Amaliyotda qo'pol va yomon so'z o'ziga nafrat va dushmanlik tepishdan boshqasiga yaramaydi. Xalqimizda tig' yarisi saqaydi, dil yarisi saqaymaydi deydigan hikmatli so'z bor. Tilni Alloh taolo yaxshi yo'lga qo'llanishga va yaxshi so'z qilishga yaratgan. Yaxshi so'z har joyda olqishga loyiq bo'ladi. Hatto Alloh taolaning nazaridami yaxshi so'zning qimmati yuqoridir. Qur'oni Karimdagi yaxshi so'z Allohning dargohiga o'rlaydi, yaxshi amal uni ko'taradi degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Sura Fatir 35-oyat. Payg'ambar alayhissalom kimki Allohga va oxirat kuniga ishonadigan yaxshi so'z qilsin yoki sukut qilsin degan. Muslim rivoyat. Payg'ambar alayhissalom yana chiroyli so'zda sadiqining savobi bor degan. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat. Munozirlashdagi adab axloq. 895-savol. İnsanlar uchun munoziraning qanday ahamiyati bor? Javob. İnsanlar bir-biri bilan aralashib yashaydigan va bir-birining hamkorligiga hamisha muhtoj bo'ladigan mavjudot bo'lganligi, ko'z qarashlari, tafakkur qilish tarzi, shundaqla jamiyatni tushunish saviyasi bir xil bo'lmaganligi sababli ular o'rtasida ixtiloflar va qarama-qarshi fikrlar mavjud bo'lib turadi.
Bu mushkulni hal qilishning eng yaxshi chorasi munoziralash orqali o'rtaq bir fikrga kelishdir. Suhbat va munoziralar orqali bir-birini tushunish insonlarga xos aloyidlikdir. 896-savol. Munoziralashda qandoq adab qoidalar bor? Javob. Dunyoda har qanday bir ishning o'ziga xos adab axloqi bo'lganidek, munozirning o'ziga xos adab axloqi bordir. Munozirning g'albilik natijasiga erishishi va uning ilmiy qimmatiga ega bo'lish uchun uning adab axloqiga rioya qilish to'liq zarurdir. Alloh taolaning buni so'zi munozira adab axloqning hammini o'z ichiga oladi. Va jadilhum billati hiya ahsanu. Ya'ni ular bilan eng chiroyli ravishda munoziralashgan. Sura Naml 125-oyat. G'albilik munozira har ikki tarafda uning adab axloqlari to'liq bo'lgan munozirdir. Munozirning eng asosli adab axloqi 3 turlik bo'lib, ular: birinchi munoziralashning shartlari, ikkinchi munozir asnosidagi adab axloqlar, uchinchi munozirdan keyingi adab axloqlar. 897-savol. Munoziralashning shartlari qaysilar? Javob. Oldi bilan munoziralashuvchilarning niyatining to'g'ri bo'lishi shart. Niyatning to'g'ri bo'lishidan maqsad haqiqat va to'g'rilik qaysi tarafda bo'lsa, uni qabul qilib kuchlantirishni niyat qilish deganlikdir. Aksicha munozir orqali o'zining gapdonligini izhor qilish yoki qarshi tarafni qandoqli bir yo'l bilan tushirish, o'zining fikri garchi haqiqatga uyg'un kelmasa-mu, uni kuchga ega qilish niyati bilan munozirga kirish, munozirdan hech qanday ijobiy natija bermaydi. Munozirlashuvchilarning munozirlashadigan mavzu haqida to'liq ma'lumotli bo'lishi lozim. Shuningdek, munozirlashuvchilarning rostchil bo'lishi, da'vosida va keltirgan dalil paketlarida samimiy to'g'ri bo'lishi, kuchlantirmoqchi bo'lgan masalaning to'g'riligiga va haqligiga o'zi ishonadigan bo'lishi va savrchan bo'lishi, ochiqlab qolmasligi talab qilinadi. 898-savol. Munozira asnosidagi adab axloqlar qaysilar? Javob. Munozir asnosida bo'lishga tegishli adab axloqlarning beshida taraflar o'rtasidagi ixtilofsiz manbaga ittifoqlashish masalasi keladi. Bu deganlik munozirani boshlashdan avval ixtiloflashganda murojaat qilish uchun taraflar o'z orasidagi asli manbaga kelib olish lozim. Asli manba munozir mavzusining tabiatiga qarab ya aqliy qoidalar ya naqliy manbalar bo'ladi. Ondan munozirni birlikka kelingan masalalardan boshlash lozim. Chunki bunda qilish har ikki tarafning bir-birining ko'z qarashini qabul qilish uchun yaxshi shart-sharoitlar hozirlab berdi. Munozirda qarshi tarafning fikrini savrchanlik bilan ko'ngil qo'yib yaxshi anglash, diqqatni shaxsning o'ziga emas, balki ko'z qarashga qaratish, vaqtga rioya qilish, munozir asnosida siliq bo'lish qatorliqlar munozirda bo'lmasa bo'lmaydigan muhim omillardir. Bu mavzudami payg'ambar alayhissalom bizga eng yaxshi ulgudir. 899-savol. Munozirdan keyingi adab axloqlar qaysilar? Javob. Munozirdan keyingi adab axloqlar nihoyat muhim bo'lib, buningga ahamiyat bermaganda munozira foydasiz qoladi. Shunga munozirdan keyin tuvandagi adab axloqlarga rioya qilish zarurdir. Ulardan biri haqiqat ochiq bo'lsa-mu, u qaysi tarafda bo'lishidan qat'iy nazar uni qabul qilish. Qarshi tarafning ko'z qarashiga hurmat qilish. Munozirada yengib chiqqan bo'lsa, uningga mag'rurlanib ketmaslik. Yengilgan bo'lsa, ranjib qolmaslik. Munozirdan keyin ikki taraf bir-birining g'aybatini qilishdan saqlanishi lozim. Kang qo'rsoq bo'lish. 900-savol. Kang qo'rsoqlik degan qanday xuluq? Javob. Kang qo'rsoqlik to'limi esil xuluq bo'lib, payg'ambarlarning va haqiqiy mu'minlarning xuluqidir. O'ziga yomonlik qilganlarni kechirib o'tish, haq egasining haqqini o'zining ziyniga bo'lgan taqdirda e'tirof qilish kang qo'rsoqlikdan sanaladi. Qalbning ko'ranmasligidan, adovatdan, dushmanlikdan, o'chmanlikdan va boshqa nachar illatlardan sog'lom bo'lishi iymonning mevalaridan sanaladigan go'zal axloqdir. Musulmon kishining qalbi pok, ko'ngli ko'ksi kang bo'ladi. Boshqalarga hasad qilmaydi, o'chmanlik qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda ta'lim berib mundaq degan: Bir-biringlar bilan adovat qilishmanglar, bir-biringlarga ko'ranmaslik qilishmanglar, o'chmanlik qilishmanglar, bir-biringlarni tark etmanglar. O'zaro qarindoshlardan bo'lib, Alloh taolaning yaxshi bandalaridan bo'linglar. Bir musulmonning yana bir diniy qarindoshiga 3 kundan ortiq adovat saqlashi to'g'ri emas. Buxoriy rivoyat. 901-savol. Musulmon odam qanday bo'lishi kerak? Javob. Haqiqiy musulmon odam boshqalarning beshiga kelgan musibatga g'amkin bo'ladi. Ularning xushalliklariga xushal bo'ladi. Ularga kelgan omadlarga qizg'anmaydi, hasad qilmaydi. Balki u Alloh taolaning o'lgulik bandalar qilgan
Qur'on Karimda kelgan buni duoni qiladi. Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillarimizda mu'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmagin. Parvardigorimiz, sen haqiqatan gunohlarni mag'firat qilguvchisan, bandalaringga mehribonsan. Sura Hashr 10-oyat. 902-savol. İchtarlik degan qanday xuluq? Javob. İchtarlik va ko'ranmaslik payg'ambar alayhissalomning ta'biri bo'yicha kasallikdir. Xuddi mikroblar tanni qardan chiqargandek, hasad qiluvchining ro'yini puchaklashtiradi. Chiritida hasad qilinguvchi uchun hech bir ziyon yetkazolmaydi. Balki barcha ziyni hasad qiluvchining o'ziga bo'ladi. Boshqalarga hasad qiladigan odam ro'y jihatdan hamisha beoromlikda o'tadi. Keyincha bu beoromlik uning badaniga ta'sir qiladi-da, shuning bilan uningdagi ma'naviy kasallik moddiy kasallikni paydo qiladi. Oxiri shuning bilan tugashadi. Qadimda bir arab shoiri mundaq degan ekan: Sabr qilgan hasad qilma, sabring uni o'ldirar. Tugiganda yiqilg'u, o'tmi o'zidan kuydirar. Bir-biriga hasad qiladigan, o'zidan boshqasini e'tirof qilmaydigan va o'zlaridan chiqqan iqtidorli kishilarni qo'llamaydigan millat yetakchilaridan ayrilib qoladi. Natijada beshiga kelgan kulfatlardan qutulolmaydi. Biz ana shundoqlarning qurbonidir. Hatto birovdan sodir bo'lgan xatoliklarni yoki ko'ngilsizliklarni u kishi o'zir aytib kechirim so'ramasimi, balki biror o'zir sabablik yoki uqishmaslikdan shundoq bo'lgan bo'lishi mumkin deb uni kechirib o'tish haqiqiy oliyjanoblikning va keng qo'rsoqlikning ifodasidir.